To'pvoy lokatsiyada ekologически toza bo'lgan joy, Yangi O'zbekiston bog'i va Chirchiq daryosini yonginasida, yo'l yuzidan 1,5 kilometr masofada, O'rta Chirchiq tumani, Yangi O'zbekiston ko'chasida joylashgan 6 sotuv maydonga ega, yana 6 sotuv samozahvati mavjud bo'lgan obyektimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Fasadlariga to'xtaladigan bo'lsak, 20 ga 30 metr tashkil etadi. Hosildor mevalariga ega bo'lgan joyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. 90-yilda barpo etilgan ikkita imoratlarimiz ham mavjud. Rekonstruksiya qilib foydalansanglar bo'ladi. Birinchi qavatimizda ikkita garajlari ham bor. Xohlovchilar uchun omborxona yoki xona qilib ishlatsanglar bo'ladi. Tandirli qilingan, hosildor mevalari shunchalik ko'pki, mazza qilib istiqomat qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. To'g'ri bir hajmga ega, o'zini basseynlari ham mavjud bo'lgan ushbu obyektimizni Yangi O'zbekiston bog'idan atigi 1 kilometr masofada joylashgan, umumiy qiymati atigi 180 ming AQSh dollari belgilandi. Ya'ni sotiga 30 ming AQSh dollaridan to'g'ri kelyapti. Samozahvat esinglardan chiqmasin, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Umumiy maydoni 12 sotuv joyga ega bo'lasizlar.